Assalomu alaykum aziz hamkorlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri bu videoni olaman deb o'zi qizlar qaranglar. Men bu shampunlarni ishlataman. Sochimga bu soch to'kilishini shunaqa zo'r ketkazib beradi. Sochim mana shu shampundan keyin bitada to'kilishi to'xtagan. Bizning shampunlarning hammasida o'sha sochda to'kilishini to'xtatib beradi. Aloe veralik shampunimiz hozirgi vaqtda o'sha podarkada turibdi. Perxitlarni zo'r ketkazib beradi. Qaysoqlarga juda ham yaxshi. Hozir men ertalab boshimni yuvib chiqdim. Qizlar, mana bu narsa hozir tonikimiz podarkada turibdi. Olinglar, juda ham zo'r. Sochingizni prям shunaqangi zo'r to'kilishini ketkazib beradi. Sochingiz uchun yana udobniy, uyda turmush o'rtog'ingiz, bolachalaringiz bilan ham birga ishlasanglar bo'ladi. Qizlar, mana shunaqa surib, buni yuvmasdan keyingi safar boshingizni nima qilgancha bo'ladi. Qaranglar, mana mayda sochlarning ko'pligini rosa zo'r